Oy, what the fuck, meni anonim qani? Mategan bilan nima desam bo'ladi, lapatkam. No, okey, hozir sotib olib kelaman. Lapatka bitta jitel sotar edi. Va mategani esa ana u yerdan olaman. Okey. Mategani ana yo jitel. Sana Rafael, nima gapirsan sen? Ha, yaxshi, rahmat. Короче, men ana lapatka kerak edi. Mana menda bor. O, normal lapatka ekan-a? Albatta. Bitta savob rahmat. Ha, bo'pti. O matega qolib ketdi-ku. Endi nima qo'ldan qo'raman. Menga farqi yo'q. No, okey, yo'q. Mashkinas bo'ldi. Lekin matega sotib olish kerak. Hozir o'sha brat dollarga boraman. Hozir matega yo'qmi? Yo'q. Okey, hozir qo'lda qilish yo'q, qiyin ekan, если что. Bacha, salom-alaykum. Короче, sizlar bilan o'sha Rafa Minecraft obunachilar kanaliga like bosib obuna qo'yinglar. No, okey, obunachilar, короче, o'zingizlardan so'rasa yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? What the fuck? Sonlar yaxshimi? Obunachilar vashshi aktiv yo'q. Aktiv normalniy qilib beringlar. Mana shu videoda aytmayman, keyin videoni oxirida aytaman obunachilar. Endi короче, mana so'rovlarga yopib tashlaymiz va matega olishga boramiz. Okey. Pulim qani? No, okey, короче, tekinga so'rab turamiz. Hozir matega olishga boramiz. G'ay. Ho. Nimaga ketyapsan? Nima esa menga baqirib gapirsa? Ha, uzr, Selma Tomi bilan qaragan. Tomingga nima qildi? Короче, ana u bir oy, 2 oydan beri meni aldab yuribdi. Hozir men senga bitta so'z. Qayoqqa? Hozir. Obunachilar, короче, o'shanga yordam bermasam bo'lmaydi. Chunki jahli chiqib yotibdi obunachilar. Men ham demak aldab yurgan ekanda. Unaqa aldash yomon deb o'ylayman, lekin no, okey, nima bo'lsa ham farqi yo'q. Nima qilsan? Men sen Tomini yana beraman. Shunchalik tezmi? Albatta. Короче, sen o'zing nima olishga ketyapting? Matega. Puling bormi? Ha, bor. Puling kerak emas. O'sha ichkarida avvalor hozir men kirgim kelmayapti ichkariga. Okey, orqangni ham to'g'rilab beraymi? Albatta, rahmat, Rafiat, tushi, jigaram. Sen uchun nima desam bo'ladi? Pashol demayman-da, hazillashaman. Jigarim, sana rahmat lekin. No, okey. Hozir men buni to'xtaladi. Bitta yer bloklarimni ko'chaga otib o'rishim kerak edi, keyin tosh ham unchalik kerak bo'lmayapti menimcha. Yer bloklarimni musorga olib tashlayman. Hozir mana bu yerda ana bor edi. Mana shu yerda bir mezin uyga borib kelmasam bo'lmaydi. Bu yerda nima bo'pti? Короче, bu yerda ko'rmayapsanmi? Issiq, suv bor, yorilib ketibdi. O'shani to'g'irlash kerak. Hozir men mezini kirib chiqay. Mezi ketgan. Okey, men anosini olib turaman. Короче, nima deyotding? Bu yerda 5 ta kishilar arosi qildi, nima desa bo'ladi? 5 ta kishilar oyog'i qo'ydi. Hozir men senga to'g'rilab beraman. Nima shetdi? Nima? Bittadami? Albatta, chunki bu yer oson-ku. Rahmat, Rafiya. Tegini ham yop bor. No, okey. Короче, короче, sen qayerda o'rgangansan buni qish qilishni? O'zim o'rganganman-da. Okey. Короче, senga rahmat. Okey, men mer oldiga kirib chiqay. Okey. Aytgancha mer kirgan. Mer ketgan. Qayoqda? Bilmayman.
Okey. Mer kerak. Mer qayoqqa ketdi degan savol bor obunachilar. Men Mezziga keyin ber. Voy, Mezziniki qolib ketdi-ku. No, mayli, bilan qo'yib qo'yamiz. Qaysidir Jitel telefon qilyaptimi? O, Jitel, tez meni oldim, kelib ket. Короче, bitta gap bor. Xo'p. Bo'pti, o'chirdim. Qani. Jitel. Короче, bizni qishlog'imizga mer kerak. Nima qilay? Shuning uchun sen mer bo'l. Yo, men unaqa ishlarga hali tayyor emasman. Balki mer o'zlari kelib qolarlar. Bizga unaqa mer keragi yo'q. Iltimos, sen bo'l. Mayli, o'ylab ko'raman. Yo'q, sen bo'lasan baribir. Yo deysanmi, yo demaysanmi? Qiziq yo'q. Obunachilar nima bular? Psixmi bular? What the fuck? O'zi meni mer qilmoqchimi? No, okey, hozir ozgina dam olik, o'ylab yotaman ozgina. Ozgina dam olib oldim. Qani kimlar telefon qilibdi? Jitel. What the 7 ta Jitel telefon qilibdimi? Keyin SMS-larga yozishibdi. Rafiya, sen mer bo'l. Yo, what the heck? Hoy Rafiya, bu yoqqa chiqqan. Hozir chiqaman, hozir. Nima rejalashtirmoqchi? Qanaqa? Hoy Rafiya. Hoy Jitel. Короче, sen mer bo'lasan. Hammamiz короче o'ylab ko'rdik. Sen mer bo'lish uchun kerak. Voy, nimaga? Iltimos, agar bizni qishlog'imiz parokanda bo'ladi, sen bizni ham o'ylagan. Mayli. Lekin mer kelganlardagi o'zlari mer bo'ladilar. Mayli, davay. Mayli, lekin what the fuck? Men yana mana joyda o'tirish kerakmi? Endi shu bilan hozir men merman obunachilar, o'tib ketsam. Okey, hozir Jitellar keladi. Jitellarni oyligini ham berib yuboraman menimcha. Bitta soliqlar, men musorlarni hozir ko'chaga olib chiqib ketaman. No, okey. Bitta soliqlar turadi. Okey. Men bilan короче invertarim turadi. Agar kimdir so'rab qolsa vaqtinchalik berib turaman. Okey, hozir Jitellar kelishni boshlaydi. Oylik so'rab menimcha. Oyligini sekin berib yuboraman-da. Nima qilaman boshqa? Hozir qayoqqa musor tashlab yuborsam bo'larkan. Hozir mana yoqqa musorlarimni tashlab yuboraman. Chunki men endi merman. Voy, telefon otib yubordim. What the heck? Telefonimni hozir uyimga borib kerakli narsalarimni olib kelishim kerak. Va qishlog'imni aylanib yuraman keyin. Jitellarga qarab yuraman. Anaqa kerakli narsalarni olsam, va suv, bunaqa narsalar kerak bo'ladi. No, okey, bo'ldi. Короче, hozir ana Jitelga yetib keldik. Men mer bo'ldim, короче. Deyman. Yo, Jitel. Nima? Rafiya. Короче, bu yetganinglarda men mer bo'ldim, короче. Rostsan? Assalomu janob mer. Va alaykum assalom. Короче, men merman, okey. Okey. Endi Jitel. Ho. Короче, bizni oyligimizni bering. Xo'p, bitta kelavringlar sizlar. Okey. Eshik ochiq. Okey. Endi mana shu yerda kutib o'tiramiz. Hozir o'zim o'tirmasdan bir ikkita Jitellarni oyligini berib ketaman. Eshikni qulflaymiz. Okey. Birinchi bo'lib mana bu yerdan boshlaymiz. Men bu Jitel nimaga yig'layotgan ekan? Assalomu alaykum, ber aka. Yaxshimisiz? Albatta, borizga nima qildi? Короче, borasi buzilib ketdi. Mana bu oldindagini qarang. Buning buzilganiga buning buzilib ketdimi?
albatta shular o'zim to'g'irlab olmayapman. Oldiga ber, ana oldiga beraman, shular to'g'irlab beraman dedi. Hali to'g'irlab bermasa ketvordi. Mayli, hozir o'zim to'g'irlab beraman. Rahmat, mer aka. Hozir masha jitilni aniqlaman, nima desam bo'ladi. Voy, o'zimda-ku anu. Uyimda daraxt bormidi? Yo'q, daraxt yo'q edi. Hozir короче tish qilaman. Masha jitilga yordam beraman, pobratsiya qilaman. Okey, o'tib ketsak. Okey, keyin jitillar ham oyligini olib ketadi, menimcha. Okey, короче kanalga like bosib obuna qo'yinglar, obunachilar. Men mer bo'lsam ham o'zim kibr bo'lib ketganim yo'q, obunachilar. Sizlar kanalga like bosib obuna qo'ysanglar, bo'l 5 bo'lib ketadi hammasi. 6 5 bo'lib ketadi, obunachilar. Mana kelib oldim jitil, nima? Rahmat, mer aka, siz mer bo'lganingiz yaxshi bo'ldi, Rafiya. Nima deb chaqirasiz sizni? Rafiya mer aka deb qo'ya qolmayli. Mayli, Rafiya mer aka, to'shay brata. Uni o'zim ekib olaman. Okey, mana bu eshikni ochib yuboring. Mayli, короче, qayoqqa hozir chiqaman. Uyimdan urug'larim olib chiqib olay. Okey. Endi esa jitillar, ana jitillar oyligini berib oling. Jitil oylik, qani jitillar, men uyga oyligini tashlashib ketaman. Hozir. Ana, короче, jitillar, короче, hamma oyligini olib ketsin. Xo'p. Короче, hozir oyligini olib ketadi hammasi. Musorlar, короче, kelib qopti yana. Okey, короче, men bularni bundoq qo'yib qo'yamiz. iPhone'imni. Endi jitillarni kutib o'tiraman.